Ayollarimiz masalasi. Shu ma'noda shunday ayollarimizni o'qitaylikki bugun ularning ibodatlari, ularning turmush tarzlari, ularning yurish-turishlari, ularning o'zlarining tutishlari, ularning o'zlarining kiyinishlari shariat chegarasida bo'lsin, birodar. Nafaqat ayollar. Bugun biz ayollarimizga juda katta e'tibor bermasak, ayollarimizni ilmli, ma'rifatli bo'lishligi uchun kurashmasak, farzandlarimiz qanaqa bo'ladi? Bo'lmaydi farzandlarimiz. Ilmli bo'lmaydi. Uni bir otani o'zi ilmli qila olmaydi. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Ayollarimizni ma'rifatli bo'lishligi butun jamiyatni ma'rifatli bo'lishligi. Butun zurriyotlarni, qiyomatgacha keladigan avlodlarni ma'rifatli bo'lishligi.